Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, qadrdonlar. Bugun biz Yazivonga tunakafon qilish uchun kelganmiz. Boshlanish jarayoni shu uyda eski holat qanaqa bo'lgan, bitgandan keyin ham qo'yib boramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lib. Mana qadrdonlar, Yazivondagi ishimiz boshlanish jarayoni. Mana eski holat ko'rinishi, vodoslivlar almashadi. Polni vodoslivlarimiz eski bo'lgan, zanglab o'sha 5 yil bo'lganmi, 10 yil bo'lgan. Buni almashtiramiz. Maloshniga shikolat rang bo'lyapti. Bu joyimiz Cobra fason, tashqi novo bo'ladi. Xudo xolasa bitgandan keyin bitgan holatini ham olib o'tamiz. Endi kimgadir qiziq bo'lishi mumkin. Masalan, bitmagan eski jarayoni qanaqa bo'lgan, buni ko'rinishi, yangi jarayoni qanaqa bo'lyapti deb kimdir baribir qiziqadi. Bu joyimiz darvozaxonamiz. Darvozaxonamiz eniga 4 metr, uzunligi 6 metrdan ichicha oshiqroq. Bu joyimizga Cobra fason bitta o'rtaga oyna rombi qo'yiladi. Bu yer ham novo bo'ladi. Novo deganda endi tunakafonni tushunadigan odamlar ko'pchilik tushunadi. Tashqi novo, oldin eski bo'lganda ichkariga novo bo'lgan DVPlarda, hozir endi tashqariga novo bo'lyapti. Bu joylarimiz ham shapkamiz bir xilda fasonda bo'ladi. Cobra, maloshni, shikolat rangda. Bu yerda bu stoykalarimiz o'raladi, uchosi. Bu vodoslivlar ham olinib ketadi. Polni o'chakagacha olingandan keyin yangi qo'yamiz. Yangi o'zimiz vodoslivimiz bor. Chiroyli shu fasonlarimizga, tunakafonga o'ta bir-biriga mos keladigan orqasiga shilibga qo'yamiz. Shunaqa holatlar. Agarda tunakafon xizmatlar bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Shu raqamlarimizni ekranlarga qo'yamiz. Bu videomizni ham bizni kuzatib borsanglar, bitgan holatini ham qo'yamiz. Xudo xolasa bir 4 kunmi, 5 kun ichida